O'riqlash mezgilida yesingiz bo'ladigan, ammo siz yeyishdan baq qo'rqadigan yemeklarni deb beray, ya. Bir xush qilib o'tay sizni, bir tal yurak berib saqlayman. Birinchisi, lag'ma. Go'shtning lo'qroq yerlaridan to'g'rab, chiqaroq sayko'ktat qilib, azroq maysizroq qilib bir sayni qo'rib, xemirni azroq qilib turib lag'ma yesingiz bo'ladi. Siz bek mayliq guyri qo'rib sayni, jaminni qo'shib yemisingizlar, amaliyotda azroq yeb qo'yganga o'riqlab ketaversiz. Siz xemir yeganga samirib ketdingiz, jiq yeganga samirib ketdingiz. Ikkinchisi, qo'g'in tavus. Bek tatliq deb bek ansiraysiz-ku, amaliyotda uning issiqlik kaloriyasi bek tuvan. Her gün etiganda bir 2 tilimdan 3 tilimgacha yeb qo'yganga hech nima bo'lmaydi. Uchinchisi, sog'an go'sht. Hitayemlarda go'sht solamiz-ku, bir xil eg'irligimiz ishib ketgandek his qilasiz-ku, yeb qo'ygandan keyin amaliyotda go'shtning tarkibidagi tuz sizning badaningizni bir muncha suvni yig'ilib oldi, sizni bir aldab qo'ydi. O jiqayg'ini faqat suv, moy emas. Xotirjam yeyavering, ammo sho'ribsini ichmang. Lo'q go'shtni yeyavering, chamg'urlar bilan, savizlar bilan yesingiz bo'ldi. To'rtinchisi, malatan xogo. Bo'libmi xogo bek yaxshi narsa do'stlar. Sizlar malagodi ishlatmay, jun tangni yoki fancha tangni ishlatib, jumajonni azroq qilib, lazachiq suvlar bilan go'sht bilan sayni asos qilib turib yesingiz bo'ldi. Asos ochliqi masalan moymen degandek issiqlik kaloriyasi tuvan xemirlarni ishlating. Iliq o'chak go'shtga o'xshaydigan narsalarni malagodi mayliq liqqida jumaja qilib turib yovamsingizlar, xogo yebmi o'riqli bo'ldi. 5-si kebab. Siz ham uchay kebab, jigar kebab deydigan ishki azadlarni yovamsınız. Qo'yninki lo'q yeri bor-ku, lo'q go'sht kebabdan bir 4-5 siqni miyni ilg'itib yesangiz hech nima bo'lmaydi. Go'sht degan oqsil faqat. 6-si etgan choy. O'zimizning yerlik ma'volchiliklarning tuzliq etgan choyimi, naycha degan sotilgan tatliq shakar qilingan naycha emas. Siz tuzni azroq qilib, sut banunda, choy va qaymoqni azroq sap turib qilsangiz bu deyaverdi. Liqqida qaymoqli qilib, varinna, malilna deganni tizib qo'yib, nonni 4-5 qitim chilabdi yeyapsiz. Etgan choy ichganga bir odam samirib qolmaydi juma. Amaliyotda o'riqlash mezgilida yeydigan narsaning miqdorini tanishib olsak ham har qanday narsani yeb o'riqlag'il bo'ldi.